Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun men sizlar bilan shunday bir juda ham muhim mavzuni muhokama qilmoqchimanki, bu ma'lumot hech mubolag'asiz minglab, balki 100 minglab oilalar uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Gap shundaki, 1970 yilgacha tug'ilgan fuqarolarimiz uchun aprel oyida davlat tomonidan ajratiladigan pul mablag'lari, aniqrog'i nafaqalar, ijtimoiy to'lovlar va boshqa imtiyozli pullar sizning hisobingizga muammosiz kelib tushishi uchun zaruriy qadamlarni tushuntirib beraman. Agar siz yoki yaqinlaringiz 1970 yilgacha tug'ilgan bo'lsangiz, bu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormang. Har bir daqiqa muhim. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odam ko'rishi kerak. Muammoning mohiyati. Ilgari qanday edi va endi nimalar o'zgartirildi? Qarang azizlar, oldinlari davlat tomonidan beriladigan nafaqalar, pensiyalar va turli ijtimoiy yordam pullarini olish jarayoni qanday bo'lganini hammamiz yaxshi bilamiz. Ko'pchilik uchun bu har oy Xalq banki filiallariga borish, uzoq navbatlarda turish, ba'zan sovuqda, ba'zan jazirama issiqda intizor bo'lish, qog'oz blankalarni to'ldirish, imzo qo'yish va nihoyat naqd pulni qo'lga kiritish bilan bog'liq edi. Ayrim hollarda esa pochta bo'limlari orqali pochta xodimlari uyingizga yetkazib berishgan. Bu jarayonning o'ziga yarasha afzalliklari bo'lgan bo'lsa-da, noqulayliklari ham kam emas edi. Masalan, katta yoshli fuqarolarimiz uchun bankka borib kelishning o'zi jismoniy jihatdan qiyin edi. Navbatlar, qiyinchiliklar, hujjatlarni to'g'ri to'ldirishga bog'liq xatolar ko'p kuzatilgan. Naqd pulni olgandan keyin uni saqlash, ehtiyot qilish, ba'zida o'g'rilik qurboni bo'lish xavfi ham mavjud edi. Eng muhimi, bu tizim juda ko'p inson resurslarini talab qilardi va ma'lumotlar almashinuvi sekin kechardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgargan. So'nggi yillarda mamlakatimizda raqamlashtirish jarayoni juda jadal sur'atlar bilan olib borilmoqda. Davlatimizning asosiy maqsadi fuqarolarimiz uchun davlat xizmatlarini imkon qadar sodda, tezkor va shaffof qilishdir. Shu sababli barcha davlat idoralari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi to'liq elektron tizimga o'tkazilmoqda. Endi nafaqalar, pensiyalar va ijtimoiy to'lovlar asosan bank kartalariga to'g'ridan-to'g'ri o'tkaziladi. Bu nafaqat qulaylik, balki ishonchlilik va xavfsizlikni ham ta'minlaydi. Ya'ni siz navbatlarda turmaysiz, uyingizdan chiqmasdan pulingiz kartangizga kelib tushadi. Keyin uni o'zingizga qulay bo'lgan vaqtda bankomatdan yechib olishingiz yoki do'konlarda to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Bu yangi tizimning markazida yagona davlat reyestri yoki oddiy qilib aytganda davlat reyestri turadi. Bu reyestr siz haqingizdagi barcha muhim ma'lumotlarni, jumladan pasport ma'lumotlaringiz, JSHR, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, oilaviy ahvolingiz, turar joy manzilingiz, hattoki soliq ma'lumotlaringizni ham o'z ichiga oladi. Davlat tomonidan har qanday pul to'lovi amalga oshirilganda, tizim birinchi navbatda aynan shu davlat reyestriga murojaat qiladi. Agar bu reyestrdagi ma'lumotlar sizning bank kartangizdagi yoki pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlarga to'g'ri kelmasa, pul o'tkazilishi jarayoni to'xtab qolishi yoki kechikishi mumkin. Aprel oyida aynan 1970 yilgacha tug'ilgan fuqarolar uchun ayrim to'lovlarni o'tkazishda yangi tartibotlar joriy etilayotgani yoki oldinroq kiritilgan o'zgarishlarning amaliy natijalari namoyon bo'layotgani sababli. Biz aynan mana shu reyestrdagi ma'lumotlarni tekshirish masalasiga alohida e'tibor qaratishimiz shart. Aks holda aprel oyidagi pulingiz muammosi kelishi o'rniga kutilmagan to'siqlarga duch kelishingiz mumkin. Birinchi asosiy qisim. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar tashvislanishi kerak? Va kimlarga tashvislanish shart emas azizlar. Endi mavzuning eng muhim qismiga o'tamiz. Aniqroq qilib tushuntiraman. Nimalarni bilishingiz kerak? Eng avvalo shuni bilishingiz kerakki, davlat reyestri faqatgina pensiya fondi ma'lumotlarini emas, balki Ichki ishlar vazirligi, pasport, JSHR, Adliya vazirligi, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limi dedi. Soliq qo'mitasi boshqa idoralardagi ma'lumotlarni ham o'zida mujassam etgan yagona markazlashtirilgan tizimdir. Ya'ni, agar sizning pasportingiz muddatdan o'tgan bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa-yu, uni yangilamagan bo'lsangiz, yoki bank kartangizdagi ma'lumotlar bilan davlat ma'lumotlari bazasida turlicha yozilgan bo'lsa, bu to'lovlar o'tishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Asosiy e'tibor quyidagilarga qaratilishi kerak. 1. Pasportingizning haqiqiyligi va undagi ma'lumotlarning aniqligi. 2. JSHR raqamingizning barcha hujjatlarda to'g'ri aks etishi.
bank kartangizning Humo yoki Uzka amalda ekanligi va sizning shaxsiy ma'lumotlaringizga bog'langanligi. 4. Davlat reyestrida siz haqingizdagi ma'lumotlarning familiya, ism, sharif, tug'ilgan sana. Pasport seriyasi va raqami bankdagi ma'lumotlar bilan to'liq mos kelishi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Agar siz 1970 yilgacha tug'ilgan bo'lsangiz va quyidagi holatlardan birortasi sizga tegishli bo'lsa, siz albatta tashvishlanishingiz va harakat qilishingiz kerak. Hali ham pensiya yoki nafaqani naqd pulda pochta orqali yoki bank kassasidan oladigan bo'lsangiz, yaqinda pasportingizni almashtirgan bo'lsangiz, masalan, 60 yoshga to'lganingizda yoki familiya o'zgarishi sababli va bu ma'lumotlarni pensiya fondiga yoki bankka to'liq taqdim etmagan bo'lsangiz, bank kartangiz eskirgan, muddati o'tgan yoki faol bo'lmasa, oldin faqat bitta bank kartangiz bo'lgan-u, hozirda uni yo'qotgan yoki yangisini olgan bo'lsangiz, davlat tomonidan belgilangan biron bir ijtimoiy yordam puli, masalan, keksalar uchun bir martalik to'lovlar, nogironlik nafaqasi va haq oladigan bo'lsangiz, lekin oxirgi marta ma'lumotlaringizni yangilaganingizga ancha bo'lgan bo'lsa, nikohda bo'lganingizda familiyangiz o'zgargan bo'lsa-yu, pensiya fondidagi yoki boshqa davlat hujjatlaridagi ma'lumotlaringizda eski familiyangiz turgan bo'lsa, umuman olganda, agar sizda mening ma'lumotlarim oxirgi marta qachon yangilangan ekan degan shubha paydo bo'lsa, kimlarga tashvishlanish shart emas. Agar siz 1970 yildan keyin tug'ilgan bo'lsangiz va bu masalada sizning shaxsan o'zingizga tegishli hech qanday davlat to'lovi bo'lmasa, lekin ota-onangiz yoki yaqin qarindoshlaringizga yordam berishingiz mumkin. Ular uchun bu video muhim. Agar siz doimiy ravishda pensiya yoki nafaqani bank kartangizga olasiz va so'nggi paytlarda pasport ma'lumotlaringizni, familiyangizni o'zgartirmagan bo'lsangiz, kartangiz faol bo'lsa, ehtimol hamma narsa joyida. Lekin ehtimol degan so'zga ishonmaylik, baribir tekshirgan yaxshi. Chunki ba'zida hattoki siz sezmasangiz ham davlat reyestrlarida texnik xatolar bo'lishi mumkin. Agar siz umuman davlat tomonidan hech qanday nafaqa yoki pensiya olmasangiz, endi esa bir nechta real hayotdan olingan misollar bilan vaziyatni yanada tushunarliroq qilaman. Misol 1. Muvaffaqiyatli holat. Ahmad aka va uning to'g'ri ma'lumotlari. Ahmad aka 1960 yilda tug'ilgan, Toshkent shahrida yashaydi. U har oy o'z pensiyasini Xalq banki tomonidan berilgan Humo kartasiga oladi, o'tgan yili. Pasportining muddati tugashiga yaqin qolganda, u darhol pasportini yangilab, yangi biometrik pasport oldi. Yangi pasportni olgach, u o'zi pensiya oladigan Xalq banki filialiga borib, yangi pasportining nusxasini taqdim etdi va ma'lumotlarni yangilashni so'radi. Bank xodimi uning ma'lumotlarini tizimga kiritdi va bu ma'lumotlar avtomatik tarzda davlat reyestriga ham uzatildi. Natijada Ahmad akaning barcha ma'lumotlari dolzarb holatda bo'lib, har oy pensiya hech qanday muammosi kartasiga kelib tushadi. Aprel oyida ham u hech qanday qo'shimcha harakatsiz pensiyasini qabul qiladi. Bu yerda kalit so'z o'z vaqtida ma'lumotlarni yangilash va bank kartasi orqali to'lovlarni qabul qilishdir. Misol 2. Xavf ostida qolgan Zuhra opa 1955 yilda tug'ilgan, Sirdaryo viloyatida yashaydi. U nafaqasini har oy pochta orqali naqd pulda olar edi. Uning o'zi uchun bank kartasi yo'q. Qizlari kartaga o'tkazishni taklif qilishganida ham meni ovora qilmanglar, pochta kelganda olaman deb rad etgan. Yangi tizimga ko'ra davlat barcha to'lovlarni raqamlashtirishni maqsad qilgan va pochta orqali naqd berish amaliyoti bosqichma-bosqich bekor qilinmoqda. Zuhra opaning davlat reyestrida bank kartasi haqida ma'lumot yo'q. Natijada aprel oyida uning pensiyasi o'tkazilmay qolishi mumkin. Uning ismida ma'lumot saqlanadi, lekin pulni qayerga o'tkazish kerakligi tizimga kiritilmagan. Uning puli pensiya jamg'armasida saqlanib turadi, lekin unga yetib bormaydi. Zuhra opa zudlik bilan bank kartasi ochishi va uning ma'lumotlarini pensiya jamg'armasiga va davlat reyestriga kiritish kerak. Bu uning uchun jiddiy muammo, chunki puli bor, lekin uni olish mexanizmi ishlamaydi. Misol 3. Ma'lumotlardagi nomuvaffiqlik. Olimjon aka 1918 yilda tug'ilgan. Nogironlik nafaqasini oladi. U yoshligida uylangan paytda familiyasi o'zgargan, masalan, bobosi familiyasiga o'tgan. Ammo pasportidagi familiyasi eski qolib ketgan. Nogironlik nafaqasini olish uchun topshirgan hujjatlarida esa u nikoh guvohnomasi bilan birga yangi familiyali pasport nusxasini ham taqdim etgan. Shu sababli pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlarda uning hozirgi familiyasi turadi. Ammo Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlar bazasida, ya'ni davlat reyestrining asosiy pasport qismida
Uning eski familiyasi turibdi. Olimjon aka o'zi bilmagan holda 2 xil familiyada yashab yuribdi. U pensiyani kartaga oladi. Lekin uning ma'lumotlari davlat reyestridagi pasport ma'lumotlari bilan to'liq mos kelmagani sababli tizim bu odam kim deb savol berishi mumkin. Natijada aprel oyidagi to'lov to'xtatib turiladi va unga bu nomuvofiqlikni bartaraf etish uchun chaqiruv kelishi mumkin. Bu holatda Olimjon aka pasportini yangilab, hamma joyda bir xil familiyada qayd etilishini ta'minlash shart. Misol 4. Yangi turdagi to'lov va ma'lumotlarning yo'qligi farida opa 1958 yilda tug'ilgan, umr bo'yi uy bekasi bo'lib ishlagan va hech qanday rasmiy pensiya yoki nafaqa olmagan. Yaqinda hukumat tomonidan 1970 yilgacha tug'ilgan. Kam ta'minlangan oilalarning keksa yoshli a'zolariga bir martalik qo'shimcha moddiy yordam ajratish to'g'risida qaror qabul qilindi. Farida opa bu to'lovni olish huquqiga ega. Biroq u avval hech qanday davlat to'lovini olmagani sababli uning davlat reyestridagi ma'lumotlari, bank kartasi va boshqa shaxsiy ma'lumotlar to'liq shakllanmagan. Uning bor yo'g'i eski pasporti va JSHIR raqam mavjud. Davlat bu to'lovni uning kartasiga o'tkazmoqchi bo'lsa-da, tizimda karta ma'lumotlari yo'q. Natijada Farida opa ushbu bir martalik yordam pulidan mahrum bo'lishi mumkin. U ham zudlik bilan bank kartasi ochishi va bu ma'lumotlarni mahalla fuqarolar yig'iniga yoki pensiya jamg'armasiga taqdim etish kerak. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, hatto eng oddiy tuyulgan narsa ham, ya'ni shaxsiy ma'lumotlaringizning yangilangan va to'g'ri bo'lishi sizning moddiy ta'minotingiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, xavfli vaziyatlar va kichik nuanslar endi esa. Barchamiz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan ba'zi istisnolar, kutilmagan vaziyatlar va kichik, ammo muhim nuanslar haqida gaplashamiz. Istisnolar ayni paytda deyarli barcha to'lovlar raqamlashtirilgan bo'lsa-da, juda kam sonli istisnolar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi uzoq to'g'li hududlarda bank filiallari va infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmagan joylarda pochta orqali naqd pul yetkazib berish amaliyoti vaqtincha saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu juda kam uchraydigan holat va odatda bunday hududlardagi fuqarolar pensiya jamg'armasi yoki mahalla vakillari tomonidan alohida ogohlantiriladi. Qolaversa, bunday holatlar ham vaqtinchalik bo'lib, davlat ularni ham to'liq raqamlashtirishga harakat qilmoqda. Shuning uchun o'zingizni istisno guruhiga kiritmaslikka harakat qiling va har doim ma'lumotlaringizni yangilashga intiling. Xavfli vaziyatlar, pitfalls, noto'g'ri bank rekvizitlari bu eng keng tarqalgan muammolardan biridir. Kartangizning raqami noto'g'ri kiritilgan bo'lishi, boshqa shaxsning kartasi kiritilgan bo'lishi yoki muddati o'tgan bank kartasi ma'lumotlari tizimda saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Agar siz yangi bank kartasi olgan bo'lsangiz, eskisining ma'lumotlari tizimda qolib ketgan bo'lsa, pul eski kartaga o'tkazilishga harakat qilinadi va bu muvaffaqiyatsiz tugaydi. 2. Shaxsiy ma'lumotlarning nomuvofiqligi. Yuqorida aytib o'tganimdek, familiya o'zgarishi, ism sharifdagi harflarning turlicha yozilishi, masalan, Ali o'rniga Ali deb yozilishi, pasport seriyasi va raqamidagi xatolar eng ko'p uchraydi. Bu kichik xatolar ham tizim uchun katta muammo hisoblanadi. Chunki tizim sun'iy intellektga emas, balki aniq raqamli identifikatsiyaga asoslangan. 3. Firibgarlar hujumi. Raqamlashtirish jarayonida firibgarlar ham faollashishi mumkin. Sizga telefon orqali pensiya fondidanmiz, kartangizga pul o'tishi uchun PIN kodingizni ayting kabi qo'ng'iroqlar bo'lishi mumkin. Hech qachon bank kartangizning PIN kodi, to'liq raqami yoki boshqa maxfiy ma'lumotlarni telefonda aytmang. Davlat idoralari yoki bank xodimlari sizdan hech qachon bunday ma'lumotlarni so'rashmaydi. Barcha amallarni faqat shaxsan bankda yoki davlat xizmatlari markazlarida amalga oshiring. 4. Texnik nosozliklar. Ba'zida siz hamma narsani to'g'ri qilgan bo'lsangiz ham tizimda texnik nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, davlat reyestrida sizning ma'lumotlaringiz to'g'ri aks etgan bo'lsa-da, ma'lumotlar bazasi yangilanmagan bo'lishi yoki boshqa bir texnik sabab bilan pul kelmay qolishi mumkin. Bunday holatda vahimaga tushmasdan sabr bilan yuqoridagi tashkilotlarga murojaat qilish kerak. 5. Boshqalarga ishonish. Ba'zi keksa fuqarolarimiz o'z ma'lumotlarini yangilashni farzandlarga yoki qo'shnilarga ishonib topshirishadi. Bu yaxshi albatta, lekin o'z ishingizni shaxsan o'zingiz tekshirganingiz yoki ishonchli shaxslar yordamida har bir qadamni nazorat qilganingiz ma'qul. Xatolar ba'zan bilmasdan, ba'zan esa beparvolik tufayli ro'y berishi mumkin. Kichik ammo muhim nuanslar. 1.
JSHRning muhimligi. Yuqorida eslab o'tganimdek, JSHR jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami sizning barcha davlat ma'lumotlaringizni bog'laydigan yagona kalitdir. Pasportingizda, bank kartangiz bilan bog'liq ma'lumotlarda, pensiya fondidagi hujjatlaringizda hamma joyda JSHR to'g'ri ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar bu raqamlarda nomuvofiqlik bo'lsa, tizim sizni turli shaxs deb hisoblab to'lovni to'xtatishi mumkin. 2. Mahalla fuqarolar yig'inining roli. Mahalla qo'mitalari bugungi kunda shunchaki mahalliy organ emas, balki fuqarolar va davlat idoralari o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajaradi. Agar siz internetdan foydalana olmasangiz yoki bankka borishga qiynalsangiz, mahalla raisiga yoki mahalla faollariga murojaat qiling. Ular sizga myPOK.uz portali orqali ma'lumotlaringizni tekshirishda, kerakli hujjatlarni to'ldirishda yoki tegishli joyga yo'naltirishda yordam berishga majbur. 3. Elektron imzo e-imzo. Agar sizda e-imzo bo'lsa, barcha davlat xizmatlaridan, jumladan myPOK.uz portali orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirishdan uyda o'tirib turib foydalanishingiz mumkin. E-imzo olish unchalik qiyin emas va kelajakda boshqa ko'plab davlat xizmatlaridan foydalanishda sizga juda asqotadi. Bu bir marta qilinadigan ish, ammo uzoq muddatli qulaylik beradi. Qarang, azizlar, har bir detal muhim, kichik bir xato. Oddiy bir beparvolik sizning aprel oyida olishingiz kerak bo'lgan pulingizni kechiktirishi yoki butunlay ololmay qolishingizga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir qadamni diqqat bilan bajaring. Amaliy maslahatlar. Fuqaro nimalar qilishi kerak? Xo'sh, hurmatli tomoshabinlar, endi eng muhim qismga aniq amaliy qadamlarga o'tamiz. Siz nimalar qilishingiz kerak? Bu qadamlarni diqqat bilan tinglang va yozib oling, eng muhimi tezda amalga oshiring. Bir qadam pasportingizni, identifikatsiya kartangizni tekshiring. Nima uchun muhim? Sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Barcha davlat ma'lumotlari aynan pasport ma'lumotlari bilan bog'lanadi. Nima qilish kerak? Pasportingizning haqiqiylik muddatini tekshiring. Agar muddat o'tgan bo'lsa, ayniqsa 6 yoshga to'lgan bo'lsangiz va eski namuna pasportingiz bo'lsa, zudlik bilan Ichki ishlar vazirligining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga, pasport stoliga murojaat qilib, biometrik pasportga yoki identifikatsiya kartasiga almashtiring. Yana nimaga e'tibor berish kerak? Pasportdagi familiya, ism, sharif, tug'ilgan sana, pasport seriyasi va raqami, JSHR raqami kabi ma'lumotlarning barchasi aniq va to'g'ri yozilganligiga ishonch hosil qiling. Agar nikohdan keyin familiyangiz o'zgargan bo'lsa-yu, hali ham eski familiyangizda pasportingiz bo'lsa, buni ham to'g'rilating. Bu ayniqsa ayollar uchun muhim. 2 qadam. Bank kartangizni tekshiring. Nima uchun muhim? Pul mablag'lar aynan shu kartaga kelib tushadi. Agar karta nofaol bo'lsa, pul kelmaydi. Nima qilish kerak? Sizda Humo yoki Uzsa turidagi bank kartasi borligiga ishonch hosil qiling. Kartangizning muddati o'tmaganligini tekshiring. Agar muddati o'tgan bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi bankka murojaat qilib, yangi kartani oling. Bankda sizning JSHR raqamingiz to'g'ri bog'langanligiga ishonch hosil qiling. Agar siz ham naqd pulda pensiya oladigan bo'lsangiz, Xalq banki filialiga borib yoki boshqa bankka qaysi bank xizmat ko'rsatsa, darhol bank kartasi ochtiring. Bu mutlaqo bepul xizmat 3 qadam. Davlat reyestrini tekshirish usullari endi esa eng muhimi sizning ma'lumotlaringiz davlat reyestrida qanday holatda turganligini tekshirish. Buning bir nechta yo'li bor. Onlayn usul, eng qulay va tezkor. Agar sizda elektron imzo bo'lsa, myPOK.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga kiring. O'z e-imzoingiz orqali shaxsiy kabinetingizga kirganingizda, mening ma'lumotlarim bo'limida siz haqingizdagi barcha ma'lumotlar, jumladan pasport, FAHDD, soliq va pensiya ma'lumotlari aks etadi. Aynan shu yerda bank kartangiz ma'lumotlari davlat reyestrida qanday qayd etilganligini ham ko'rishingiz mumkin. Agar sizning kartangiz ma'lumotlari davlat reyestrida mavjud bo'lmasa, uni qo'shish imkoniyati bo'lishi mumkin. Bu shaxsan murojaat qilish usuli. Eng ishonchli va ko'pchilikka qulay bo'lgan yo'l bu pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki Xalq banki filialiga shaxsan borish. O'zingiz bilan pasportingiz yoki identifikatsiya kartangiz va bank kartangizni oling. Bank yoki pensiya jamg'armasi xodimlari sizning JSHR raqamingiz orqali davlat reyestridagi ma'lumotlaringizni tekshirib berishadi. Ular sizga bank kartangiz ma'lumotlari reyestrda to'g'ri ko'rsatilganligini, pasport ma'lumotlaringiz mos kelishini aytib berishadi. Agar biror xatolik bo'lsa, uni joyida tuzatishga yoki qayerga murojaat
qilish kerakligini tushuntirishga yordam berishadi. Mahalla fuqarolar yig'ini orqali. Agar sizda bankka borishga imkoniyat bo'lmasa yoki mybank.uz portalidan foydalana olmasangiz, mahalla raisiga yoki mahalla faollariga murojaat qiling. Ular sizga yordam berishi, zarur hujjatlarni tayyorlashda ko'maklashishi yoki tegishli tashkilotga yo'naltirishi mumkin. Ba'zi mahallalarda fuqarolarga yordam berish uchun mas'ul xodimlar ajratilgan. 4 qadam. Ma'lumotlardagi nomuvofiqliklarni bartaraf etish. Agar tekshirish jarayonida biror xato yoki nomuvofiqlik aniqlansa, darhol uni to'g'rilash kerak. Pasport ma'lumotlaridagi xatolar. Ichki ishlar vazirligining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. Kerakli hujjatlar: tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi va HKK bilan birga. Ma'lumotlardagi xatolarni to'g'rilashni so'rang. Bank kartasi ma'lumotlaridagi xatolar. Kartangizni bergan bank filialiga murojaat qiling. Ular sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz va karta rekvizitlarini qayta tekshirib, tizimga to'g'rilab kiritishadi. Ba'zida pensiya jamg'armasi xodimlari ham bank karta ma'lumotlarini o'z tizimiga kiritish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlardagi xatolar. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga pasportingiz va bank kartangiz bilan birga murojaat qiling. Ular sizning ma'lumotlaringizni davlat reyestri bilan solishtirib, kerakli o'zgarishlarni kiritishadi. 5 qadam. Tasdiqlash va kutilgan to'lovni kuzatish ma'lumotlaringizni yangilaganingizdan so'ng ushbu o'zgarishlarning tizimda qayd etilganligiga ishonch hosil qiling. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimlaridan ma'lumotlaringizning muvaffaqiyatli yangilanganligi haqida tasdiqlashni so'rang. Agar mybank.uzdan foydalana olsangiz, bir necha kundan keyin yana kirib, ma'lumotlaringizning yangilanganligini tekshiring. Aprel oyida to'lov keladigan kunlarni kuzatib boring. Agar pul belgilangan muddatda kelmasa, vahimaga tushmasdan yana pensiya jamg'armasi yoki bankka murojaat qiling. Ular sizga pulning holati haqida ma'lumot berishadi. 6 qadam. Agar muammolar davom etsa, kimga murojaat qilish kerak? Agar siz barcha qadamlarni bajargan bo'lsangiz, muammo hal bo'lmasa, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlari. Har bir viloyatda pensiya jamg'armasining ishonch telefonlari mavjud. Ularga qo'ng'iroq qilib, vaziyatingizni tushuntiring. Xalq banki ishonch telefoni. Agar muammo bank kartasi bilan bog'liq bo'lsa, Xalq bankining yoki siz xizmat ko'rsatadigan bankning ishonch telefoniga murojaat qiling. Adliya vazirligining huquqiy axborot telegram kanali yoki ishonch telefoni. Ba'zida huquqiy maslahat kerak bo'lishi mumkin. Adliya vazirligi bu borada yordam berishi mumkin. Xalq qabulxonalari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalariga murojaat qilish ham samarali yo'l. Ular sizning murojaatingizni tezkorlik bilan tegishli idoralarga yo'naltiradi. Bu qadamlar juda sodda tuyulishi mumkin, lekin ularning har biri sizning moddiy ta'minotingiz uchun muhimdir. Bepul xizmatlardan foydalanish, shaffoflik va tezkorlikni ta'minlash uchun davlat yaratgan imkoniyatlardan foydalaning. Xulosa va yakuniy chaqiruv aziz tomoshabinlar, bugungi suhbatimizdan shuni tushunishimiz kerakki, davlat tomonidan ajratiladigan pullarni muammosiz olish uchun shaxsiy ma'lumotlarimizning dolzarb va to'g'ri bo'lishi juda katta ahamiyatga ega. Ayniqsa 1970 yilgacha tug'ilgan fuqarolarimiz, pensiya va nafaqa oluvchilar, ijtimoiy yordamga muhtoj qatlam vakillari davlat reyestridagi ma'lumotlar va bank kartalar holatini aprel oyi tugashidan avval shaxsan tekshirib chiqishlari shart. Bu sizning o'zingizning huquqlaringizni himoya qilish va moddiy ta'minotingizni kafolatlash uchun zarur bo'lgan oddiy, ammo hal qiluvchi qadamdir. Unutmang, texnologiya bizning hayotimizni osonlashtirish uchun xizmat qiladi. Lekin biz ham uning qoidalariga rioya qilishimiz va o'zimizga bog'liq bo'lgan ishlarni o'z vaqtida bajarishimiz kerak. Agar sizda ushbu mavzu bo'yicha savollar paydo bo'lgan bo'lsa, iltimos, ularni videoning izohlar qismida yozib qoldiring. Men va jamoamiz imkon qadar barcha savollarga javob berishga harakat qilamiz. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu kabi muhim ma'lumotlarni kelajakda ham tezkorlik bilan yetkazib turishimiz uchun sizning qo'llab-quvvatlashingiz juda muhim. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.